Yo'lda kelayotgan payti lichkaga savol yo'llagan akalarimizga bugun javob beramiz. Misol uchun bu texnikani hadeb plyus tomonini gapirmaymiz. Minus tomonni ham gapiramiz. O'ylaymanki, ishlab chiqaruvchilar bizdan xafa bo'lishmaydi. Ya'ni o'sha siz so'ragan mashinadan buni farqi minus tomoni birinchisini sanab o'taman. Bu mashina u siz aytgan mashinaga qaraganda ozroq jo'ski. Buni sabablari bor endi. Nimaga jo'ski? Birinchi sababi mana u balonni evaziga. Undan baloni buni kichkina 16 lik balon turibdi hamda узкий, unda esa 17,5 lik balon turadi, beskamerniy. Birinchi sababi shu. U mягкийroq, bu jo'skiroq. Ikkinchi sababi bor. Ikkinchi sababi buni resorlar soni u siz aytib o'tgan mashinaning resorlar sonidan ko'proq. Old resori ham, orqa resori ham. Buni resorlar soni unga qaraganda ko'proq. Hamda uchinchi sababi bor jo'skiligini. Resorlarda vtulka bronzoviy turibdi. Ya'ni bu yerda mana u anovlar orqali smaska qilsalaringiz bo'ladi. U siz aytib o'tgan mashinada vtulkalar rezinoviy bo'ladi. Resor vtulkalari. Rezina bo'lgandan keyin amortizatsiyani qaysidir ma'noda baribir yaxshilashiga xizmat qiladi. Mana jo'skiligiga men sizga sanab berdim, 3 ta sababi bor. Ya'ni u aytgan mashinangizdan bu sal jo'skiroq do'stlar. Yana qanaqa plyus tomonlarni hamda minus tomonlarni bilishni xohlasalaringiz, albatta o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar, mashinani haydab ko'ringlar, o'zingizlar his qilinglar. Sizni showroomga taklif qilamiz, bemalol boshqarib ko'rsangiz bo'ladi ushbu mashinani.